Ko'p hollarda menejerlar kuchli mutaxassisimiz bor, lekin jamoada uning samarasi sezilmaydi deyishadi. Buni nima bilan izohlash mumkin? Haqiqatan ham amaliyotda bunday holatlar uchraydi. Kuchli xodim yoki zo'r mutaxassis degani jamoa ham samarali ishlaydi degani emas. Xodim o'zining sohasi bo'yicha kuchli bilimga ega bo'lishiga qaramasdan jamoa bilan yaxshi ishlay olmasligi ham mumkin. Chunki professional bilim bilan jamoada ishlash ko'nikmasi bular boshqa narsa. Ayrim xodimlar o'zining sohasi bo'yicha kuchli bilimga ega bo'lgani bilan o'zaro muloqotga kirishishi, jamoaga kirishuvchanligi, vazifalarini muvofiqlashtirishi kabilarda qiynalishi mumkin. Shunda rahbar oldida bir muammoli ziddiyat paydo bo'ladi. U ham bo'lsa yaxshi kadr, lekin muammoli xodim masalasi. Bunday nomutanosiblik amaliyotda qanday ko'rinadi? Bunday holatda xodim o'zini ishi doirasida harakat qiladi, umumiy jarayonga qo'shilmaydi, tanqidni og'ir qabul qiladi. Meni vazifam shu, boshqasi meni qiziqtirmaydi degan pozitsiyada turadi. Zarur hollarda o'zini vazifasidan tashqari yoki ish vaqtidan tashqari biror bir topshiriqlar beradigan bo'lsa, u bunga qarshilik ham ko'rsatishi mumkin. Jamoada esa bunday yondashuv salbiy muhitni shakllanishiga olib keladi. Ishonch pasayishi mumkin, o'zaro kelishmovchiliklar va hatto nizolar paydo bo'lishi mumkin. Natijada esa rahbar vaziyatni o'z qo'liga olishi va hattoki keskin qarorlar qabul qilishga ham majbur bo'lishi mumkin. Rahbar bunday holatda nima qilishi kerak? Mutaxassisni saqlashmi yoki jamoani himoya qilishmi? Bu yerda avvalambor chegaralar aniq qo'yilishi kerak. Rahbar o'sha xodim bilan ochiq gaplashib, unga bir savolni o'rtaga tashlash kerak. Sen jamoamizda faqatgina kuchli mutaxassis sifatida o'z o'rningni bilasanmi yoki jamoamizning bir bo'lagi sifatida ham faoliyatingni davom ettirishni istaysanmi deb so'rash kerak. Agar xodim jamoaning umumiy qoidalarini qabul qilmasa, u qanchalik kuchli mutaxassis bo'lishiga qaramasdan jamoa faoliyatiga baribir salbiy ta'sir ko'rsatadi. Menejerlar bir narsani yoddan chiqarmasliklari kerak. Jamoada shaxsiy mahorat jamoaviy intizom bilan muvozanatda bo'lishi kerak. Agar rahbar faqat bitta mutaxassisga yon bosadigan bo'lsa, u jamoadan ajrab qolishi yoki keyinchalik ham jamoani ham o'sha kuchli mutaxassisni boy berishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yaxshi natija faqatgina kuchli mutaxassislar bilan emas, jamoaviy qoidalarni qabul qila oladigan mutaxassislar bilan keladi.